Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun mana 6-mart 2025-yil. Xudo xolasa agar sovuq tushmasa ishimizni davom ettiramiz. Mana bu usulda gipki kamenimizdan hozir zakaz oldik. Birinchi zakazimiz shundan bo'ldi. Biz bu yil mana shu gipki kamen, mana shu stilda, mana shu dizayndagi gipki kamenni trendga chiqadi deb o'ylayapmiz. Nima uchun? Chunki shu kungacha bo'lgan qurilish materiallarini birontasida aynan mana shunday dizayn chiqarishda umuman iloji yo'q. Bu faqatgina mana shu gipki kamenni o'zidan chiqariladi. Bu qorasi однотонный, bu yerda endi high-tech usulida qilishga harakat qilganmiz. High-tech usuli kundan kunga ommalashib ketyapti. Bu trendga chiqishi mumkin bo'lgan eng birinchi da'vogar dizayn materialimiz bo'ladi. Ikkinchisi mana bu stil, bu bejeviy travertin tosh dizaynidan olingan. Bu ham o'ta chiroyli chiqadi. Aynan mana shu rangni yaxshi ko'radigan insonlar uchun juda ham zo'r tanlov hisoblanadi. Endi mana bu narsa, bu yangilik. Bu narsani biz bu yilga joriy qilmoqchimiz. Usti relyefli, bu egiluvchan plitka, gipki kamen emas, qalin. Buni qalinligi 3-4 mm gacha bo'ladi. Plitkani o'zini olib ko'ring, mana shunday holatda bo'ladi. Videoda ko'rinyaptimi yo'qmi? Qorasi ham xuddi shunday. Bu qoramizniki yana boshqacharoq. Buni relyefi maydaroq, mayinroq bo'ladi. Tarkibida mana bunday oq kroshkalari ham bor. Fasadingiz uchun material qidirayotgan bo'lsangiz, egiluvchan plitkaga, gipki kamenga albatta qiziqib ko'ring, chunki bu material innovatsiya. Yengil, mustahkam, tarkibi tosh, har qanday ob-havo sharoitiga chidaydi. Suvdan qo'rqmaydi, quyosh nuridan qo'rqmaydi. Montaj ishlari oson bo'ladi, bezatxo'r, dizaynlari eksklyuziv bo'ladi, chunki takrorlanish ehtimoli juda past. Har bir uy alohida o'ziga yarasha boshqacha dizaynda chiqarish mumkin bo'ladi. Keyin yana bitta eng kuchli tomoni egiluvchan plitkalarda bu boshqa arxitekturaning boshqa detallari bilan juda ham yaxshi uyg'unlashadi. Boshqa materiallar bilan ham chiqisha oladi, bir-biriga uyg'unlashtirib yangicha dizaynlar chiqarish uchun ham imkoniyat beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni manzilimiz, bizni seximiz Namangan viloyati Kosonsoy tumanida. Murojaat uchun raqamlarimiz 99 kodi bilan 403 25 21.